Yani nima qilsam bo'ladi deb ish kunlik qilayotgan, amal topolmayotgan, bir şey ketayotgan urutqanlarimiz, topolmay qolmasunda biz kuni bo'yin chiqib qilyapmiz. Jamiyatimizda chiqqan poqi yerga foyda qilmaydigan nurg'un insonlar bor. Mangan tuğa yerda boshqalarga yomonlik o'ylaydigan, o'rik o'ylaydigan, boshqalar pul topib ko'rmaydigan yoki boshqalar qiyinchilik qolsa xushal bo'ladigan mana insonlar bor. Men jamiyatga bunday insonlarni o'zgartib qolmayman. Lekin ularni menga ta'sir ko'rsatib qolmaydi. Men yaxshi qilman, boshqalarga foydali bo'lgan ishlarni qilaman. Pul topgan men cho'qim xalq ommasini, har bir xalqni unutib qolmayman degan idea menda bo'lganlik sababidan men mangan tuğa yerlarimda bu xalq uchun yaxshi ishlarni o'ylab kelyapman. Bu oshxonada to'y dugun qilganlarni to'sganda restorandan kamchiligini kelmaydi. Efendimga borsa, efendimki mulozimatchilar, loballar, ustamlar hammasi ko'ngli yaxshi, degan ishimizni qilib berib kelyapti, me'morlarimiz xotirjam uzatyapti, futbol bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi bo'layapti deb bir-biriga deb, bir o'nga deb, 10 100ga deb to'y qilganlar mishak kelyapti. Mayli shanba bo'lsin, mayli yakshanba bo'lsin, dushanba, seshanba shu 7 kunning har qandig'ida o'rinli bo'lib qolsa to'yni o'rlashtirib qilyapmiz. Ba'zi xaridorlarning shanba qilib ehtiyoji bor. Ba'zilar minut kunlikka bo'lsa-mu bo'laveradi. Oshxona bekor bo'lsa-ham, chorshanba qilamiz. Bugun seshanba to'y bor oshxonada. Seshanbaga mashina chiqib biz tayyorlab qo'ydik. Xudobaji o'ldirgan yozuv, jozlarni tayyor qo'ydik. To'yinda biz ozroq bo'lsin aktiv energiya taqib, jamiyatimizga ba'zi bir nachar idealik, nachar illat kishilarniki qilmishlarini biz yapalashimiz mumkin yoki ularning ideyasini asosida o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda o'zimizniki qilayotgan ishimiz ko'z-ko'z qo'yish emas. Biz ko'z-ko'z qilib chiqmoqmidik. Faqat ma'ni boshqalar birma, ma'ni boshqalar bunda qilib birma, bunda qilib biryapman deb kelyapmiz. Shuningcha zopini ko'rib mishash kelgan bo'lsanglar, yuraklarni bisiltib, qo'shilganlar bo'lsanglar qo'shilib, foydali gap so'zlar bo'lib qolsa, men sizni yasanglar, qilmaydi ish bo'lsa biz qilib berib, yaxshi o'ylashni qilib bersak bo'ladi. Bu do'kon kelganlarmi, biz sizningki mush lobani go'nja qilib qo'ygan to'q desa, faoliyat to'y qilsin mayli. Mayli tug'ilgan kun kelsin, nima ish qilsa, topolmasa ishga taqsiy so'q qilib qo'yadi. Bo'lmasa taj pullarini tashlab deb, yoki uning boshqa so'z qilib berib, bola shunday yaxshi o'ynaydi. Chunki men mulozimatchilarimga, xizmatchilarimga to'liq yig'lik. Agar bizni qo'llab kelayotgan bo'lsa, bundan burun bizni qo'llab kelgan qo'llovchilarimiz bo'lib qolsa, foydamizsak bo'ladi. Bo'ldi deganni qilib biringlarkan. Shu xirda yana kelsa biz yana pul topamiz. Bir odamdan bir ko'y topqicha, bir odamdan bir mo'jan deb, shu odamni 10 so'm do'kon egaga yaxshi. Lekin biz amaliyotni so'zlaymiz, degan gapni turimiz, degan va'damizni turimiz. Qilaman deganda cho'qim qilamiz. Mush zopini qancha ko'plab taqib qo'ya olsanglar, men ma'nodan keyingi zopinimda mush doktorxona kasalligi yana bir faoliyat uyushtirmoqchi. Nima ish qilsanglar, ne vaqtdan beri men onamni ACU'da baqdim. Shu bir jayronda 3 vaqt tamoqqa non yoki bir vaqt tamoq, 2 vaqt non ichgan bemorlarni ko'rdim. Chunki oldida bir oy 2 oy yetib ketganlar ekan. Kasal yaxshilanmaydi. Lekin shu yerda bir Jingloyandan chiqqan bir akamiz bor ekan. Shu Jingloyanda qo'rda qo'l ekan, to'la ekan, atigin umashib ekan, shu tomoqni akapirtgan, shu tomoqni izib tushirtgan. Buni ko'rib bir xil ishim og'rib hamda shu odamning 3 vaqt tomoqni oshxonaga o'rlashtirdim. Boqqichi yana o'xshash Jingloyanning nimasi, povarisi yoki tozaqchisi deganliklar baqgan. Shular chiqib tomoqni ichirib, izib tushirib bunday qildi. Bu akamiz bu kasal yaxshilanib, men onamni buryoq doktordan chiqib yuz qaytdi. Shunda xo'jalab qoldim. Ammo qo'llashdan gullash keladi. Meni qanchalik yaxshi qo'llab bersanglar, men qo'limdan kelishicha yaxshidan qilmoqman. Bundan so'ra qollar. Mush zopini ko'plab taqib qo'yishim mumkin.